Assalomu alaykum barchaga. Bugun sizlar bilan ikkinchi darsimizni boshlaymiz. Ko'plik mavzusini o'rganamiz. Undan oldin sonlar va undan keyin esa ko'plik va ko'plik qo'shimchalari haqida biroz gaplashamiz. O'tgan dars, o'tgan mavzuyimiz bo'yicha qisqacha takrorlashimiz bor. Buni ko'rib, pauza qilib, bemalol ishlab, kommentariyaga tashlasangiz men javobini tekshirib berishim mumkin. Unda boshladik. Raqamlar mavzusidan boshlaymiz. Bilasiz, ingliz tilida sanashni bilish muhim ko'plik mavzusini o'tishdan oldin. Sababi bitta olma, bitta ruchka deganimizdan so'ng ko'plikni aytmoqchi bo'lsak, 3 ta ruchka, 4 ta ruchka kabi aytib berishimiz kerak. Va biz shuni o'rganishimizdan oldin keling qisqacha bir raqamlarni o'rganib olamiz. Quyida yozilgan raqamlar 1 dan 12 gacha bo'lgan raqamlar bo'lib, bu yoqda imkon qadar 1 dan 12 gacha raqamni birinchi navbatda yaxshilab o'rganib olishingiz kerak. Undan so'ng esa 13 va 19 gacha bo'lgan raqamlarni diqqat bilan ko'rib o'rganib olishingiz kerak. O'qilishida biroz diqqat qilasiz, shu yoqda bir o'qilishini ko'rib ketamiz. Misol uchun 13 13 ta 13 bo'ladi, 14 ta 14, 15 ta 15, 16 16, 17 17, 18 18, 19 19, 20 esa 20, ya'ni 20. 13 dan 19 gacha bo'lgan sonlarimizda, raqamlarimizda ko'pincha tin qo'shimchasi qo'shiladi. Har doim 13 va 19 gacha bo'lgan raqamlarni aytmoqchi bo'lsangiz, tin qo'shimchasini qo'shib ketasiz. Misol uchun 113, 119, 1013, 10013 desangiz ham xuddi shunaqa 13 kabi aytiladi. Ana endi 20 dan 100 gacha bo'lgan sonlarni ko'rib chiqamiz. 20 dan boshlab 100 gacha bo'lgan sonlar. Hozircha mana shu qisqacha ko'rib olasiz. Ana endi diqqat qilib olishimiz kerak bo'lgan joy bor. E'tibor bersangiz 3 degan so'zimiz bor, 3 degani. O'sha 3 ni biz 13 yoki 30 qilib aytmoqchi bo'lsak, unda mana bu 3 degan so'z sir ga o'zgarib turadi vaqtinchalik. Va biz unga tin qo'shimchasini qo'shsak, tinni o'qilishiga e'tibor beryapsiz, ya'ni tinni deb oxirgi ne o'qilishi va eshitilishi kerak. Eshitilmasa, boshqa raqam bo'lib ketib qolishi mumkin. Misol uchun 30 bo'lib ketib qolishi mumkin, agar tin deb ne harfi eshitilmasa. Xo'p. Ana endi 5 degan so'zimizga, raqamimizga ham qaraymiz. Bu yoqda 5 5 ga o'zgaradi, qachonki biz uni 15 yoki 50 demoqchi bo'lsak. Yana bir narsani aytib o'tish kerak. Siz misol uchun 31, 32 yoki 33 demoqchi bo'lsangiz, 33 emas u, 33 yoki 55 demoqchi bo'lsangiz, 55 emas u, 55 deb aytib ketishingiz kerak bo'ladi. Faqat 13 va 30 yoki 15 yoki 50 kabi so'zlar kelsa, 5 yoki 4 yoki 13 yoki 50 deb aytib berishingiz kerak. Xo'p, o'qilish bo'yicha yana bir to'xtalib o'tamiz. Agar siz so'zingizning oxirida tin deb o'qisangiz, agar 13 dan 19 gacha bo'lgan sonlarni aytayotgan bo'lasiz. Agar so'zingizda ti deb o'qiydigan bo'lsangiz, agar 20 dan 90 gacha bo'lgan raqamlarni aytayotgan bo'lasiz. O'ylaymanki, bu tushunarli bo'ldi. Ana endi keyingi mavzumizga o'tamiz. Bu yerda bizlar misol uchun sanashni o'rganishda bir mashq qilib olamiz. Bundan keyin esa ko'plik mavzuyimizni boshlab yuboramiz. Xo'p, 1 dan 19 gacha sanalganda muammo yo'q. Shunchaki yodlab olib sanab ketishingiz mumkin, ammo 20 dan keyin boshlanadi ba'zi bir tushunmovchiliklar. Lekin bu juda ham oson. Misol uchun 20 deb aytish 20, to'g'rimi? Siz 21 yoki 28, 25 demoqchisiz. Bularni aytish juda ham oson. Misol uchun 27 degan so'zni aytishdi. Siz buni aytishda birinchi qiladigan ishingiz 20 ni aytib olasiz. 20 nima edi? 20. 20 aytasizda. Keyin esa qolgan 7 ni aytib olasiz. 7 nima deyiladi? 7. Demak, natijada 27 degan so'zimiz hosil bo'ladi. O'ylaymanki, tushunib oldingiz. Misol uchun 35 demoqchisiz. Birinchi navbatda 30 ni aytasiz, keyin esa qo'shib 5 ni aytasiz. Misol uchun 35. Yoki 99 ni aytmoqchimiz. 90 nima deyiladi? 90. 9 esa 9. Bu degani 20 dan 90 gacha sanamoqchisiz. 20 dan 90 gacha yaxshilab yodlaysiz va 21 dan boshlaganda 1 dan 9 gacha qanaqa sonlar aytilsa, 21, 22 deb bu yoqda birinchi 20 ni, keyin 1 2 3 4 deb aytib berishingiz mumkin. 25, misol uchun 25 nima deyiladi? 5. 25 kabi aytib ketishingiz mumkin. Ana endi 3 xonali so'zlarni, raqamlarni ko'ramiz. Misol uchun 200.
yoki 100 dan boshlaylik. 100 desak, bu degani 100 yoki 100 deb aytiladi. O'tgan darsimizda o'tuvdik. Ni ham tarjimasi 1 degan ma'noni bildiradi. 100 yoki 100 yozilishi xato emas. Xohlasangiz 100, xohlasangiz 100 deb yozasiz. Agar shu 200 bo'lsa-chi? 200 bo'lsa, buni birinchi navbatda 2 ni aytasiz. Keyin esa 2 deb yozib olasiz, aytib olasiz. 2 deb aytganingizdan keyin 100 degan so'zni qo'shib berasiz. Ya'ni 100, 200. 300 bo'lsa 3 ni aytasiz, keyin 100 ni aytasiz. 300. 500 bo'lsa 500 ni aytasizda, keyin u yog'idagi 100 ni aytib qo'yasiz. Agar sonlarimiz mana bunaqa shaklda bo'lsa-chi? 259 misol uchun. Buni aytganingizda 200 ni birinchi aytasiz, keyin esa 50 ni aytasiz, keyin esa 9 ni alohida aytasiz. 200, 200, 50, 50, 9, 9. 259 deb aytishingiz mumkin. Xo'p, buni to'xtatib, qaytarib ko'rib olasiz o'zingiz. Ko'p to'xtalmaymiz bu mavzuga. Endi ko'plik mavzusini boshlasak bo'ladi. Ko'plik bilasiz, ingliz tilida, o'zbek tilida yoki o'zbek tilida biror bir sanaladigan otimizga lar qo'shimchasini yasab, oddiygina ko'plikni hosil qilib ketaveramiz. Ammo ingliz tilida biroz boshqacharoq, lekin bir xil yasaladi, ya'ni lar qo'shimchasi qo'shiladi. Faqat bu yoqdagi lar qo'shimchalarni turlari ko'p. Misol uchun e'tibor bersangiz, biz lar qo'shimchasini ko'rdik. O'zbek tilida bitta, lekin ingliz tilida yozilishi har xil, lekin ma'nosi hammasi bir xil. Ya'ni lar degan qo'shimchani beradi. S, es, ies va ves kabi qo'shimchalarning hammasi sanaladigan otlarga nisbatan ishlatasiz. Qachonki u narsani ko'plikda ishlatayotgan bo'lsangiz. Misol uchun kitob, kitoblar, quti, qutilar, story, stories, ya'ni hikoya, hikoyalar yoki wolf, wolves deb aytishingiz mumkin. Bo'ri, bo'rilar kabi. Ana endi bitta-bittalab qaysi qo'shimcha kelishini ko'rib chiqamiz. Hozir es qo'shimchasi qo'shilishidan boshlaymiz. Oxirida sizga s qo'shimchasini alohida tushuntirib beraman. Agar ingliz tilida narsa va buyum, ya'ni boyagi sanaladigan otlardan so'ng sanaladigan otlarning eng oxirgi harfi s, ikkita s, o, x, sh va ch harflari bilan tovushlari bilan tugagan bo'lsa, siz hamma mana shunaqa yozilgan so'zlaringizga es qo'shimchasini qo'shib berishingiz kerak. Misol uchun, bas degan so'zimiz s harfi bilan tugadi va biz buni ko'plikda yasamoqchi bo'lsak, qoidasida s harfi bilan tugaganligi uchun biz bunga es qo'shimchasini qo'shib berishimiz kerak. Ya'ni ko'pligi mana shunaqa bo'ladi. Bassiz yoki glasses degan so'zga e'tibor beramiz. Glasses degan so'zimiz oxirida ikkita s harfi bilan tugadi va bu sanaladigan buyum yoki narsa, shuning uchun biz bunga es qo'shimchasini qo'shamiz. Ya'ni glasses kabi qo'shimchani oladi. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, es qo'shimchasi qo'shilib borayapti. Tomato, tomatoes, box, boxes, brush, brushes, watch, washes kabi mana shunaqa es qo'shimchalarni o'zi bilan olib keladi. Qachonki, yana aytaman, ingliz tilida sanaladigan otni eng oxirgi harfi mana shu quyidagilar bilan tugagan bo'lsa, biz shularga es qo'shimchasini qo'shib ko'plikni hosil qilamiz. Es qo'shimchasini qo'shilish tartibi mana shunaqa edi. Ana endi biz keyingi qo'shimchaga o'tamiz. Bu yerda ana endi biroz boshni qotiradiganroq mavzusi bor, lekin juda oson, tushunib olsangiz umuman oson. IES qo'shilishi. Buni qachon qo'shamiz? Ana endi ingliz tilida so'zlarimiz bor. Sanaladigan otlarni eng oxirgi harfi y harfi bilan tugadi va shu y harfidan oldin undosh harf keldi. Undosh harf kelganligi uchun ko'plikni yasayotgan paytimiz y harf tushib qoladi va o'sha y harfining o'rniga IES harflari qo'shiladi. Misol uchun e'tibor berayotgan bo'lsangiz, city so'zi y harfi bilan tugadi. Y harfidan bitta oldin kelgan so'z t. Bu yoqda undosh harf bo'lganligi uchun men sit deb yozib olaman. Y harfini o'rniga IES qo'shimchasini qo'shib beraman. Mana shu yoqda ko'plikni biz to'g'ri yasay oldik. Ya'ni siz ham qachonki mana shunaqangi so'zlar bilan ko'plik yasamoqchi bo'lsangiz, y harfiga e'tibor berasiz va undan oldin kelgan t harfiga diqqat bilan qarang. Agar shu undosh harf bo'lsa, y harfi IES harfiga o'zgarib ketadi ko'plik yasayotgan paytingizda. Ana endi y harfidan so'ng IES kelmasligini ko'rib chiqamiz. Agar y harfidan
oldin agar y harfidan oldin unli harf kelib qolsa-chi? Agar unli harf kelib qolsa, shunchaki so'zga s qo'shimchasini qo'shasiz, tamom. Misol uchun, boy degan so'zga qaraymiz. Boy degan so'zimiz y harfi bilan tugadi va y harfidan bitta oldin kelgan harf yoki tovush unli harf bilan keldi. Unli harfni o'tgan dars ko'rib ketgandik. O'sha unli harf bilan kelganligi uchun bu yoqda oddiygina y harfidan so'ng s qo'shimchasini qo'shib qo'yasiz. Boys. Boys kabi yozishingiz mumkin. Yoki misol uchun toy degani o'yinchoq. Buni ko'pligini yasamoqchi bo'lsak, toys deb yasaymiz. Tushunmovchiliklar bo'lsa, kommentariyada so'rashingiz mumkin, bemalol tushuntirib beraman alohida. Xo'p, keling yana bir ikkita IES ga misollar ko'ramiz. Misol uchun story degan so'zni ko'rdik. Story degan so'zimiz hikoya degani. Hikoya degan so'zimiz esa y harfi bilan tugadi va y harfidan oldin esa undosh harf kelib qoldi. Qoidasiga binoan y harfining o'rniga IES qo'shimchasini qo'shib berishimiz kerak. Misol uchun stories kabi yozasiz. Ya'ni y harfigacha bo'lgan so'zni yozib olasizda, o'rniga y harfining o'rniga esa IES qo'shimchasini qo'shib yasaysiz. Yoki baby degani chaqaloq degani. Chaqaloq so'zi ham y harfi bilan tugadi, y harfidan oldin esa b, ya'ni undosh harf keldi. Men bu so'zga ana endi ko'pligini yasamoqchi bo'lsam, babies deb, ya'ni IES qo'shimchasini qo'shishim kerak. O'qilishi babies kabi o'qiladi. Ana endi raqamlar degan mavzusi bor edi. Bundan oldin o'tuvdik. Ana endi rasmni tasvirlayapsiz. Misol uchun, ikkita chaqaloq, uchta chaqaloq demoqchisiz. Misol birlikidan boshlaymiz. A baby misol uchun. Bitta chaqaloq bo'ldi. Ana endi siz shuni ikkita demoqchisiz. Ikkita chaqaloq qanaqa aytiladi? Misol uchun, two deymizda, baby deb qo'ysak yozilish jihatidan biroz to'g'riga o'xshashi mumkin, ammo ikkita deganimizdan so'ng narsamiz ko'payadi. Shuning uchun ko'plikda bo'lishi kerak. Bu yoqdagi xatolik two baby deb yozib qo'yishingiz. Aslida birdan boshqa raqamlar keldimi? 2 ta, 3 ta, 10 ta, 100 ta, 1000 ta degan raqamlar keldimi? Sanaladigan otimizga ko'plik qo'shimchasini qo'shib berishimiz kerak qoidalariga binoan. Ya'ni as, IES kabi qo'shimchalarni o'rgandingiz, mana shunaqa qo'shimchalarni qo'shib berishingiz kerak. Tushunarli bo'lyapti degan umiddaman. Xo'p, keyingi mavzuchamizga o'tamiz. Biroz qisqacharoq mavzu, eslab qolsangiz bo'ladigan. Agar bizda yana vs qo'shimchasi bor, ba'zi bir so'zlarimiz keladiki, ularga hech qanaqa s yoki IES yoki oddiygina s harflari qo'shilmaydi. Ya'ni ko'plik yasovchi qo'shimchalar qo'shilmaydi. Biroz boshqacharoq yozilganlari qo'shiladi. Misol uchun, agar birorta bir ingliz tilida sanaladigan otni eng oxirgi harfi f yoki fe bilan tugadi deylik, o'shani biz qanaqa ko'plikda yozamiz? Misol uchun, wolf degan so'zimiz bor, hamma bilsa kerak. Bo'ri degani. Mana shu wolf degan so'zimizni eng oxirgi so'zi f bilan tugadi, ya'ni f harfi bilan tugadi va f harfi bilan tugaganligi sababli biz unga qo'shimcha qo'shib ko'plik yasamoqchi bo'lsak, bu hosil bo'ladiki, wolf dagi f harfimiz ves ga o'zgarib ketadi, ya'ni wolves kabi yoziladi. Yoki daraxtni bargi bor, leaf deyiladi. Leaf f harfi bilan tugadi va biz bunga ko'plik qo'shimchasini qo'shib yasamoqchimiz. Oddiygina f harfining o'rniga ves ni yozib qo'ysak to'g'ri chiqadi. Leaves kabi yoziladi. Istisnosini ham aytib ketaman. Jiraf degan so'zimiz bor. Jirafa degani mana shunda fe bilan tugadi, ammo biz bunga ya'ni VES qo'shimchasini qo'shib bera olmaymiz. Bu istisno holati, ya'ni qoidaga amal qilmaydi. Shunaqa ko'plikda kelish kerak har doim degani. Giraffes bo'lib ko'pligi yasaladi. Bu istisno deyiladi. Xo'p. Agar kimdadir tepadagi mavzular bo'yicha, qo'shimchalar bo'yicha savollar bo'lsa, yozib qoldiringlar kommentariyaga. Xo'p, ana endi qachon s qo'shimchasini qo'shamiz? Yuqorida sanadik, mana shuncha qo'shimchalarni sanadik. Misol uchun, shu harflar bilan tugasa, es qo'shimchasi qo'shiladi dedik. Agar mana bunaqa harflar bilan tugasa, IES qo'shimchasi qo'shiladi dedik. Yoki mana bunaqa qo'shimchalar bilan tugasa, ves qo'shimcha bilan qo'shilib yasaladi ko'plik dedik. Ana endi umuman tepada aytilmagan harflar bilan tugab qolsa so'zimiz, misol uchun book degan so'zimiz hech qanaqa boyagi
tepada aytilgan ya'ni harflar bilan tugamadi. Ana endi biz buni bemalol oddiygina s qo'shimchasini qo'shib yozishimiz mumkin. Books misol uchun girls yoki obunachilar desak, subscriber obunachi bo'lsa, obunachilar desak, subscribers deb aytiladi. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, mana bu k, l yoki r bilan tugaydigan so'zlarimizga hech qanaqa bir ortiqcha qo'shimcha qo'shamiz deb aytmadim. Mana shunaqa joylarda bemalol qo'rqmasdan s qo'shimchasini qo'shib ketishingiz mumkin. Misol uchun siz aytmoqchisiz o'nta kitob deb. Bitta kitob degani book, a book yoki one book bo'lsa, shuni o'nta demoqchi biz 10 book emasu, 10 books deb ko'plik qo'shimchasini qo'shib aytib berishingiz kerak bo'ladi. Misol uchun o'tgan safar o'tgan tubiyimizdan foydalanib gap tuzib ko'ramiz. Undan oldin friend degan so'zni o'rganamiz. Friend degani do'st degani. Ana endi do'stlar degani nima bo'ladi? To'g'ri, friends bo'ladi. Biz shuni gaplarda ishlatmoqchimiz. We so'zni ishlatamiz. We degani biz degani, we degan so'zdan keyin to be gapdan to be ni foydalanishimiz kerak. Am, is, we ga nisbatan are ishlatiladi. Bizlar do'stlarimiz desak, we are friends deb bemalol aytsangiz bo'ladi. Xo'p. Ko'plik mavzusi mana shu 4 ta qismchadan iborat hozircha. Istisno holatlari bo'ladi. Bemalol ko'rib chiqaveramiz. Agar qanaqadir savolingiz bo'lsa, yozib qoldirsangiz bo'ladi. Yana bitta narsani qo'shimcha qilmoqchiman shu yerda. E'tibor berayotgan bo'lsangiz agar, misol ba'zi bir so'zlarimiz qo'shimcha olmaydi va ular qo'shimcha olmasa, biz unaqa otlarni noto'g'ri ko'plik deb nomlaymiz. Noto'g'ri ko'plik. Ko'plik deb aytamiz deylik. Nima uchun noto'g'ri? Noto'g'ri ko'plik degani mana bu yoqda sanagan qo'shimchalarni olmasdan so'z boshqacha yozilib ko'plikni hosil qilishi noto'g'ri ko'plik deyiladi. Misol uchun, men degan so'zga e'tibor bering. Man deb yoziladi, men deb o'qiladi. Erkak kishi bo'lsa, ko'pligi esa men's bo'lish kerak edi aslida qoidasiga binoan, ammo lekin bu yoqda boshqacharoq harf bilan yozilayapti. Men o'qilishi bir xil, ammo ko'plikda yozilsa, mana bunaqa e'tibor bering, i harfi bilan yoziladi. Agar a harfi bilan, ya'ni a harfi bilan yozilgan bo'lsa, bu birlikda turgan bo'ladi. Ana endi misol uchun bitta bir kishi desak, bitta erkak kishi yoki bir kishi desak, bu degani men bo'ladi. Agar siz 10 kishi demoqchi bo'lsangiz agar 10 men kabi yozishingiz kerak. Aslo 10 men's yoki mana bunaqa shaklda yozish umuman xato. Misol uchun men's deb yozishingiz xatoga kiradi. Ya'ni bu yoqda erkaklar bo'lib qolishi mumkin. Chunki mana bu men degan so'zni o'zi erkak kishilar degan ma'noni bildiradi. Shu yoqda yozib qoldiraman. Ma'nosini lar bor deb yozib qo'yaman. Videoni to'xtatib, yodlab olsangiz bo'ladi bu so'zlarni. Xo'p. Shu bilan bugungi qisqacha mavzuyimiz tugadi. Hammaga foydali bo'ladi degan umiddaman. Mana bu testni esa kommentariyada yozib qoldiringlar. Keyingi videomizga ko'rishguncha.